L5 S1 da grija aniqlangan. Bemorimiz Samarqand viloyatidan bizga murojaat qilgan. Qachondan beri og'riyapti o'qi? Bunga 15 yil bo'lgan. 15 yil. Chidolmaydigan og'riq bo'lgan bir haftadan beri. Grijani olishda jarayondamiz. Mana shu katta grija chiqyapti. Oktyabrdan beri og'riydi. Oktyabr davolan yaxshi qo'yib ketmadi-da. Mana shu grija hisoblanadi. Haftadan beri yomon kuchli og'riq. Mana bu grija chap oyoqqa tushadigan nervni juda qattiq siqib qo'ygan. Kasdi yana ichkarida bor. Hozir ulardan ham chiqaramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Akmaljon, yaxshimisiz? Xudoga shukr. Qalaysiz operatsiyadan keyin? Rahmat. Yurolmay kelgandim, jon ozig'ida, ishqilib azobida. Rahmat sizga, baraka toping. Ana klinikalarda hamma hamshiralardan, doktorlardan minnatdorman, ayniqsa sizdan Akmal Karimov. Men va shu Rahmat. uzilib ketdi oyog'im degan deb o'yladim. Og'riq qoldirishda umuman ta'sir qilmayapti. O'zimga keltirdinglar, mana ancha yaxshiman. Kecha operatsiyaga ham yurolmay kirgan edim. Hozir otdayman desa ham bo'ladi. Ko'z tegmasin, ko'z tegmasin. Ko'z tegmasin. Mayli, kasal bo'lmang, sog' bo'ling. Rivojlarni bersin, ishinglarni ish qilib, hammani sog'ligiga shunaqa yordam berib yuraverishlikni nasib qilsin sizlarga ham, o'zingizlarga ham baraka topinglar. Rahmat.